Men qaynonamdagi qaynona bo'lmayman deysiz-ku, lekin qaynonangizdagi qaynona bo'lishga majbur bo'lasiz. Men demayman deganni ichida bo'lasiz. Mana ko'plar keladi, savollar yo'llashadi. Men qaynonamga shunaqa zo'r kelin bo'lganman, qaynonamni ko'ziga qaramaganman, hamma xohishlarini qilganman. Hattoki qaynonam meni ishdan bo'shatib olgan, men indamay xo'p deganman. Men qaynonam bilan, men erim bilan bitta ko'chaga chiqa olmaganman qaynonamdan qo'rqib deydi. Men ertalab 9 gacha uxlamagan. Men kelinim 9 gacha uxlaydi. Mana aytishadi-ku, u qaytar dunyo deyshadi. O'zingga mos keladi. Hech menga kelinim mos emas. Meni kelinim 9 gacha uxlab yotibdi. Ko'chadan beri eri bilan kelmaydi. Eri vechno yonini oladi. Har doim ishlamayin desam, mana ishga chiqib ketdi. Mani teskarim, nimaga unaqa deyshadi. Endi qarang. Haligi kelinga mana hamma qaynonalar o'zini analiz qilsa bo'ladi. Men qaynonamdan nima og'riq olgan bo'lsam va buni ichimga yutgan bo'lsam, meni kelinligimdagi kelin hayotimga kirib keladi. Men kelinligimda o'zimga nima pozolyat qilmagan bo'lsam, meni kelinim o'ziga pozolyat qiladi. Ana o'sha paytda, ana endi o'zingizni og'riqlaringiz bilan ishlashingiz uchun o'sha kelin berildi. Ana endi sen uyqung kelib 10-11 gacha uyqung kelganingda qaynonang nima deyishni xohlarding? O'sha narsani keliningizga qilsangiz, keyin tuzalasiz. Sani ering bilan kino-pinoga likillab ketib qolganingda qaynonang nima qilishni, "Voy, yaxshi borib keldinglarmi? Kino nima haqida bo'ldi?" deyishni xohlaganmiding? Xuddi shunaqa qilsang, o'zingni o'sha ichingdagi o'sha kelinlik paytingni davolaysan. Ya'ni har bir inson kelin bizaga qanday kelin bo'lish kerakligini o'rgatish uchun keladi.